Hop. Bugun 12-iyun 2024-yil. Chorshanba ekan. No'xat rayoni. Hop. Qirg'izota qishlog'i deymizmi shunaqasiga. Ona berdi uy solyapmiz. Hozirroq material kelmay qoldi, xullas shundan foydalanib toqqa chiqib ketyapmiz. Mana shu tog'larga chiqmoqchimiz. O'tlar ja serob ekan. Tizza bo'yi o't. Mana uzoqlarda otlar, qo'ylar yuribdi. Tog'larning ichida yana odamlar uyi bor. Maktab bir 10 tacha aholi bor ekan. Oxirgi chegara shu yerda ekan hozircha. Qani yo'l oldik. Tepaga qarab, qachongacha, qayergacha bo'lar ekanmiz.